Bozor va unga bog'liq masalalar. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf. Shayx hazratni mana shu kitobi, buni Islom.uz saytida ham bu maqolalarni, ya'ni kitobdagi ma'lumotlarni o'qishingiz mumkin. Hozir men sizlarga bir juda muhim bir betini ko'rsataman. 55-chi betni ochamiz hozir siz bilan. Tak, 53, 54, 55. E'tibor bering. Tarmoqli savdo. Ko'ryapsizmi? Bu yerda demak, mana yozyaptilar, eng mashhur Questnet tarmoqli marketingi atrofida bo'ldi. Вот. Xullas, shayx hazratlariga mana shu Questnet haqida, shu Questnetni liderlari, yetakchilari, shu kompaniyani boshqarayotgan liderlari kelib to'liq tushuntirib beradilar va ular o'rganib chiqib, o'zlarini keyin fatvolarni mana chiqaradilar. Mana ilmiy tadqiqotlar va fatvo berish doimiy qo'mitasining 22/935 fatvosi. Bu yerda mana yozib qo'yibdilar, qarang. Bu kabi oldi-berdi qilish harom. Aynan bu yerda do'stlar, yana qaytaraman, Questnet kompaniyasini marketingini doirasidagi berilgan fatvo. Xuddi shunaqa fatvoni yana bitta joyda mana e'tiborga olish kerak. Qarang. Yana yozyapti, qarang. Odamlar bu kabi ishdan demak, avval xabardor bo'lmaganlari uchun aldanib qolishlari ko'p bo'ldi. Bu boradagi gaplarning eng mashhuri Questnet tarmoqli marketingi atrofida bo'ldi. Shuning uchun ketdi. Tarmoqli savdo borasidagi gaplarni mazkur savdo tashkilotiga oid gap-so'zlar asosida bayon qilishga ijozat bergaysiz. Tushundingiz-a mazmunini? Ya'ni Questnet kompaniyasini doirasida mana shu fatvo chiqdi. Va mana shu fatvoda shayx hazratlari aytgandilarki, aynan mana shu tarzdagi, mana shu turkumdagi kompaniyalar, buni kstati mana gologrammasi Islom.uzniki, bu original degani, ya'ni bu ruxsat etilgan kitob. Shunday turdagi bizneslar haromdir degan mazmunda bu fatvo. Buni yana bitta isboti do'stlar, agar bizni mana Vevron News mana kanaliga kirsangiz, u yerda poisk bering, mana bu yerda poisk degan joy bor. Halol deb yozing. Mana bu maqolani ko'rasiz. Men тоже tayyorlab qo'ydim sizga. Mana Bogoslovskiy заключение Брюзонити сетевой marketing haqida Rossiyada chiqqan 2017-yilgi fatvo. Вот. Agar buni ochsangiz, bu yerda aniq va tiniq qilib mana сетевой marketing deyilganda, mana imzolangan, ko'ryapsizmi? Bogoslovskiy заключение. Вот. И bu yerda aniq qilib mana yozib qo'yibdi, qarang. Demak, условия, при которых сетевой маркетинг является дозволенным с точки зрения islama, ya'ni halol bo'ladi. Mana bu punktlarga hozir to'xtalib o'tirmaymiz, keyin boshqa videoda tushuntiraman. Mana shu punktlarga javob bersa. Endi davomida mana bu yerni o'qiymiz. Mana условия, при которых сетевой маркетинг считается недозволенным с точки зрения islama. Ya'ni agar mana bu punktlari bo'ladigan bo'lsa, unda u haromdir degan fatvoni chiqarishgan Rossiyskiy духовное управление musulmon. Endi nimaga men sizga bu haqda aytyapman? Aynan mana bu shayx hazratlarining chiqargan fatvolaridan keyin bizni demak, anaqamizda, yurtimizda juda ham ko'pchilik tarmoqli savdoni harom deb haligacha o'ylashadi, hattoki imomlar bu haqda gapirishadi, aynan shu fatvoga tayangan holda. Lekin ammo mana bu yerda aniq qilib, xuddi shunaqa maqola kstati Malayziyada ham bor, Qozog'istonda ham bor. Aslida hamma sетевой marketing ham halol emas. Hammasi ham harom emas. Buni mana bu fatvodagi talablarga qarab turib bilib olsa bo'ladi. Shuning uchun do'stlar, adashmaysiz va tekshirib ko'rasiz. Shu borada aytishim kerak, Greenway Global aynan o'sha Rossiyada mana shu fatvoga binoan, demak, halol sertifikatini ham qo'lga kiritgan. Shuni ham inobatga oling. Doim do'stlar tekshirib ko'ring ma'lumotni, ayniqsa halol yoki harom kompaniyada ishlayapsizmi? Chunki bo'lmasa topayotgan pulingiz behudaga ketadi. Eng yomonidan bu Xudo asrasin.